UzChess Premium professional bo'lish uchun ko'proq imkoniyatlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisiz? Rahmat kattakon intervyuga rozi bo'lganingiz uchun. Birinchi savol, qayerdamiz? Bu Energy Utower ijrokompleks shu yerda turaman. O'sha uyim shu yerda. Shu yerdan ertalabda ishga chiqib ketamiz. Sotib olgansiz, bilishim bo'yicha. Ha, shunaqa. Sir bo'lmasa qanchaga? Bu endi remont bilan 230 mingga tushgan. Qachon sotib oldingiz? 2024da. 23 yoshingizda. 22 yoshimda. 22 yoshingizda. Bugun siz bilan infobiznes bozori haqida, undagi jarayonlar bo'layotgan yaxshi, yomon tomonlari haqida va qanaqa qilib hozirgi holatga kelganingiz haqida gaplashamiz. Xo'p, uyingizni obzor qilmaymiz. Menga meni formatimga to'g'ri kelmaydi uyni obzor qilish, lekin shu eng yuqori etajga chiqib, bu yoqdagi vidni bir ko'rib gaplashish men uchun qiziq bo'ladi. Bo'l, ketdi. Ketdi. Deyam nimasi bo'ladi? Minnatdorman ulardan, ota-onamdan. Nimaga? Har doim menga ochuv bo'lganlar, ya'ni har doim men misol uchun qanaqadir fikr bilan boradigan bo'lsam, men soha almashtirayotganimda, Xitoyga ketayotganimda yo'q demas edilar. Hech qanaqa evassiz yaxshi ko'rishlari. Birinchi navbat. Misol uchun men kamera oldida aytaman, sizlarni yaxshi ko'raman, chunki bu narsani kamerada umuman aytmaganman, o'zi ko'p ham aytmayman, uyatchan bo'lganim uchun. Rostdan farzand sifatida mehr berganliklari eng katta. Yoshligimda mehr olganim uchun hozir men harakat qilaman maksimal. Ya'ni misol uchun hozirgi hamma erishilgan o'sha narsalar hammasi ota-onamniki aslida, meniki emas. Shunaqa o'zim qarashdaman. Harakat qilaman maksimal ularni o'sha xursand qilishga, rozi qilishga harakat qilaman. Bu eng katta meni hayotimdagi o'sha missiyalardan bittasi. Nimaga aynan bu lokatsiya, nimaga aynan Utower? Xo'p, Utowerni tanlashdan maqsad eng birinchisi bu vid. Hozir birinchi eng katta e'tibor qaratganim vid bo'lgan. Toshkentdagi menimcha vid bo'yicha eng zo'r lokatsiya, chunki restoran Toshkent City'ning ichi boshqa joyda bunaqa zo'r ko'rinmaydi. Ayniqsa kechasi balkondan tashqariga chiqib, ishlab o'tirishga ham yoki prosta chiqishga ham eng zo'r vid sifatida ko'rdim. Shuning uchun ham aynan o'sha City'ga qaragan tarafini tanladim. Bittada kelganman, yoqda tashqariga chiqdim va shu o'zi anaqa mahliyo qilib qo'ydi o'ziga. Faqat asosiy faktor ko'rinish. Asosiy faktor ko'rinish birinchisi, ikkinchisi bu lokatsiya. Bu yerdan endi bilasiz, hamma joyga bir xil masofa. Juda ham yaxshi. Misol uchun ishxonaga ham, zalga bo'lsa ham, qayerga bo'lsa ham juda ham eng zo'r lokatsiya. Humoyun Sobirov kim deganda o'zingizni qanaqa tanishtirgan bo'lardingiz? Humoyun Sobirov tadbirkor, ta'lim sohasidagi tadbirkor desam bo'ladi, chunki o'zi kirishimdan boshlab hozirgi kungacha asosiy shug'ullangan faoliyatim bu ta'lim bo'lgan. Va men o'ylayman, yaqin 50 yilda ham o'zimni 70 yoshda ham ta'lim loyihalarida ko'raman deb o'ylayman. Aynan sizni tanimaganlarga tushunarli bo'lishi uchun necha yoshsiz, qayerdansiz? Shularni batafsilroq sal gapirib bersangiz. 24 ga yaqinda kirdim. 24 yoshman. Andijondanman. O'zi Andijonni Bo'z tumani, o'sha eng chetlardan bitta joydaman. Bobur degan qishloqdan, oddiy oiladan. Ota-onam o'sha o'qituvchi bo'lganlar, onamlar, dadam fermer bo'lganlar. Hozirgacha shunaqa faoliyatni olib borishadi. O'zim o'sha 20 yoshimda Xitoyga borganman birinchi o'qishga, keyin Toshkentga kelganman. Shu taxminan 4-5 yildan beri media sohasida faoliyat olib boraman. Andijonning Bo'ston tumanidan hozirgi holatgacha, ya'ni hozir aytdik, ya'ni 230 ming dollarlik kvartirani xaridigacha bo'lgan yo'lni qisqacha aytib bera olasizmi? Ya'ni qanaqa qadamlardan o'tdingiz? Birinchisi men o'zi o'sha chet qishloqda bo'lishimga qaramasdan ota-onam eng katta investitsiyasi menga bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni bilimimga bo'lgan. O'zim o'sha litseyda o'qiganman, ixtisoslashgan maktabda, o'ta pulli maktabda o'qiganman va o'sha bor investitsiyalari menga qaratilgan bo'lgan. Undan keyin o'sha repetitorlarga borganman va eng oxirgi o'sha uydagilar bilan gaplashganda aytishgan, o'sha universitetga kirish etapi bo'lgan. Menda variant bo'lgan O'zbekistondagi xalqaro universitetlarga yoki chet elga.
И Xitoy tanlaganman. Nimaga desangiz, u paytda menda faqat IELTS bo'lgan, boshqa hech qanaqa hozir SAT ko'pchilikda bor-ku, IELTSdan boshqa hech qanaqa bilimam bo'lmagan desa ham bo'ladi va Xitoy tanlaganman chunki grant beradi birinchidan, ikkinchidan u yerda tadbirkorlikni boshlash rejasi bo'lgan menda va Xitoy eng zo'r variant. Hamma ishlab chiqarish bo'lsin, o'sha savdo sotiq bo'lsa eng zo'r variant bo'lgan. Keyin eng oxirgi pullarini, o'sha $3000 pullarini berishgan, Xitoyga ketganman. Shu bilan u yoqda o'qidim 6-7 oy va eng katta menga o'sish nuqtasi Xitoy bo'lgan. Chunki o'tdagi qiyinchilik, o'tdagi o'sha nima desa bo'ladi, pul topish oson emasligi, birinchi musofirlik meni hayotimni juda ham o'zgartirib yuborgan. Ungacha betayinroq bo'lganman desa ham bo'ladi. Keyin kelgandan keyin qadriga yetib, misol uchun o'sha pulli ham qadriga yetib, O'zbekistondagi imkoniyatlarning qadriga yetib, keyin qanaqa bo'lgan, zamonaviy kasbni o'rganishni boshlaganman. Va qanaqa bo'lgan, o'sha birinchisi menda asosiy maqsad tadbirkorlikka kirish. O'sha faktor bo'lgan bizning paytimizda bilsangiz, kuzatardik va o'sha qanaqa qilib Murod aka, Jahongir aka juda katta tadbirkorlarni havas qilib, qanaqa ularga yaqinroq bo'lsa bo'ladi, qanaqa qilib shu biznes sferasiga kirsa bo'ladi degan menda savol bo'lgan va unga eng oson yo'l bu marketing ko'rganman. Ya'ni finans, boshqa nishalar ham bor, prosta ularni o'rganish katta vaqt kerak bo'ladi, lekin marketing nisbatan osonroq kirsa bo'ladi va trenddagi soha bo'lgan o'sha paytda. Keyin birga o'qiganmiz, esingizda bo'lsa, digital marketingni. Keyin shu bo'yi marketing avval 2 yil davomida marketing ishladim. O'sha birinchi Cambridge o'quv markazida marketolog bo'ldim. Keyin freelansda loyihalarni ishladim va 2 yildan beri infoproduktlar sohasida zapusklar bilan shug'ullanib kelaman. O'zim komanda qilib, alohida o'sha Mentora degan kompaniya ochganmiz, shuni yuritib kelamiz. Xalq tilida aytganda kurs sotasizlar. Shunaqa. Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Ya'ni qaysidir ekspert keladi, sizni yoningizga, undan keyingi jarayonlar. Hop, bizni o'sha soha bo'yicha mutaxassislar, misol uchun o'sha biznes bo'yicha Alisher Isayev, ingliz tili bo'yicha Barnom Muqimov va Shahid Olimov kabi ekspertlar bor. Istalgan sohadagi o'sha top ekspertlarni olamiz, ular bilan kelishuv qilamiz va auditoriya olib kiramiz ularga. Misol uchun Instagramiga, YouTube'iga, Telegramga bo'lishi mumkin. Auditoriya olib kirib, ularga o'sha produktni biz ishlab chiqamiz bu yoqdan, auditoriya analiz qilamiz va Instagramda, o'sha YouTube'da Progress degan instrument bor, ya'ni qizdiramiz auditoriyani. O'sha marketing bo'lsin, ingliz tili bo'lsin, o'qishga, o'rganishga qizdiramiz va oxirida webinar formatida webinar o'tkazamiz va u yerda produktni sotib olishadi. Biznes modelini tushunib olish uchun odamlar produktni sotib olishadi degan, ya'ni kursni qanchadir odam sotib oladi va sizlar umumiy yig'ilgan summadan qanchadir qismini agentlik oladi. Shunaqa. Qanchadan qanchagacha hozir? Taxminan 40% dan 60% gacha. 40% dan boshlanadi. Ha, shunaqa. Ya'ni to'liq ungacha bo'lgan proseslardagi hamma investitsiya siz tomoningizdan yoki sizning jamoangiz tomonidan kiritiladi. Shunaqa, mana ba'zi holatlarda biza komanda faqat biza investitsiya qilamiz proyektga, ba'zi holatlarda o'rtada bo'ladi. Ya'ni ekspertlar pul tikadi, biza pul tikamiz. Ya'ni $100,000 agar pul ishlansa, uni xarajatlari chiqariladi. Masalan, 20,000 xarajati chiqariladi, 80,000 40% sizga, 60% ekspertga qoladi. Shunaqa. Endi hozir 20% emas, rasxoddan ko'proq. 30-35% atrofida. Xarajatlar. Xarajatlar. Deylik, masalan, $100,000 zapusk uchun qancha pul tikiladi? Boshida bir 15,000cha, keyin yana o'sha kurs sotilgandan keyin produkt o'tish, kuratorlar, boshqa joylarga yana bir 15,000, 20,000 atrofida ketadi. $30,000 xarajatlari. Shunaqa. 70,000 qoldi. 40% sizniki. Shunaqa. Katta foiz emasmi? Katta foiz emas, chunki mana endi aslida ko'p narsa ekspert qilinayotgandek ko'rinadi, lekin asosiy baribir orqadagi ishlarni deyarli juda kattasini bizning komanda, misol uchun ko'rdingiz o'z komandani 10 ga yaqin xodim ishlaydi, analizlardan tortib, prezentatsiyalardan tortib, video bo'lsin, hamma etaplar baribir ham prodyuserskiy komandada bo'ladi. Ekspertni zadachalari bu asosan o'sha produkt va mediaga chiqish bo'ladi. Qolgan ishlarni ekspert o'ylamasa ham bo'ladi bizning holatimizda. Bir nechta ketma-ketliklarni aytdingiz. Ya'ni marketing kursida o'qidingiz. Qaysidir loyihalarda content marketing bo'yicha mutaxassisdan marketing direktorlikkacha ko'tarildingiz. Keyin freelansda marketing direktor bo'lib ishladingiz ikkita uchta loyihalarda, meni bilganim. Undan keyin infoprodyuserlikka o'tdingiz va bu orada qanaqadir juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni moliyaviy taraflama ham,
bilim taraflama ham nima sabab bo'ldi, qanaqa to'g'ri qadamlar qo'yildi yoki qanaqa noto'g'ri qadamlar qo'yilmadi. Chunki masalan 5 yildan beri, 10 yildan beri aynan bitta sohada qotib qolganlar bor yoki bitta qaysidir patologda qotib qolganlar bor. Shularga foydali bo'lishi uchun nima to'g'ri ishlar bajarildi? Eng kattasi omad. Ya'ni men buni inkor qila olmayman. Eng kattasi omad to'g'ri joyda, to'g'ri vaqtda bo'lganim deb o'ylayman. Ya'ni misol uchun biz O'zbekiston ochilgan paytda, aynan ochilgan va Instagram, ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan paytga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni baxtimizga o'sha birinchi navbatda deb o'ylayman. Ikkinchisi bu ustozlar. Ya'ni menda o'sha birinchi ustozim Jahongir aka Po'latov, ulardan juda katta narsa o'rganganman. Ya'ni katta stressga chidamlilik bo'lishi va bitta narsani aytaman, birinchi boshlagan proyektim raqobat eng katta bozorda boshlaganman. Masalan, bu o'quv markazi. U paytda marketingda o'quv markazchalik boshqa bizneslarda raqobat bo'lmagan. Biz hamma narsani birinchilardan bo'lib qo'llashga harakat qilganmiz. Minimal budjet bilan kattaroq ish qilish kerak bo'lganda. Keyin o'sha raqobat katta soha va ustoz, to'g'ri ustoz. Menda undan keyin Aziz Rahimov ustozim borlar, ular ham juda katta yordam berganlar. Har doim menda mentor bo'lgan. O'sha Xudoga shukr aytaman, doim o'sha to'g'ri yo'l ko'rsatishga mentor bo'lgan. Ikkinchisi, bu uchinchisi to'g'ri payt bo'lgan. Misol uchun mana zapusklar ham bizga O'zbekistonga endi kirib kelgan paytda, ommalashgan paytda, boshlanayotgan paytda men zapusklarga o'tganman. Agar misol uchun 3 yil avval o'tganimda bunaqa natija bo'lmas edi deb o'ylayman, katta ehtimol bilan, yoki hozir kirayotganda nisbatan qiyinroq bu yo'nalishga kirish, lekin o'sha bozor endi kirayotgan paytda shu to'g'ri joyda bo'lib qolganman. Va uchinchisi menda nima desa bo'ladi? Plus taraflardan bittasi bu komanda deb o'ylayman. Har doim menga nisbatan osonroq kuchli komandani yig'ish, kuchli komandani boshqarish. Va shu ham katta faktor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi umuman olib qaraydigan bo'lsak, men juda ko'p tadbirkorlar, mutaxassislar bilan gaplashaman. Siz aytayotgan ishni aksariyati qiladi. Ya'ni 99% qiladi, balkim 100% bo'lmasa. Ya'ni mentor topadi, o'qiydi, qaysidir sohada, yangi sohada yoki raqobatbardosh sohada ishlaydi, lekin o'sish bunaqa tez emas. Omaddan tashqari yana nimadir faktor bormi? Muvaffaqiyatni siri deyishadi-ku bizda. O'sha siri bormi qayerdadir? Men muvaffaqiyatli deb hisoblamayman o'zim, chunki men yoshim hali, mana siz gaplashgan tadbirkorlarni ko'rdim. Ularni, misol uchun, Ermin assotsiatsiyalari yoki o'sha mana Klik assotsiatsiyalari, ular rostdan ham nimagadir erishib qolgan. Misol uchun, men o'zimni aytaman, hali yoshimga nisbatan ham erishilgan narsalar juda ham kam, chunki men asosan solishtirayotganda bizani bozor emas, chet el bozoriga solishtirishga harakat qilaman va o'zimdan qoniqmayman. Mana shu ham bitta tarafdan aytishim mumkin bo'lgan narsa yordam bergan deb o'ylayman. Har doim o'zimdan qoniqmasdi. Ya'ni o'sha sohaga kirayotgan paytda ham hozirgacha men qilayotgan ishlar yetarli darajada deb o'ylamayman. Yana ham kattaroq ish qilsa bo'ladi, yana ham ko'p imkoniyatlar ko'p, lekin foydalanmayapman degan ochlik bor ichimda. Ya'ni bu pulga nisbatan emas, bu imkoniyatlar va qilayotgan harakatlarimga nisbatan. Solishtiraman, misol uchun 25-24 yoshli bolalar, misol uchun Rossiyada nima ish qilishyapti, katta anaqalar yoki butun dunyoda qanaqa proyektlar qilishyapti, tam milliard bo'lmasa ham bir necha multimillion dollarlik kompaniyasi bor insonlarni bilaman. Nima anaqa bor? Nima deydi? Ularda nima kam joyimiz bor degan savol bo'ladi. Shu narsa katta drive beradi menga. Ambitsiya desa ham bo'ladi. Bu shuni eng katta sabab shu deb hisoblayman. Ya'ni kerak bo'lsa 10 soat, 15 soatlab ishlashga, kerak bo'lsa proyektlar ustiga proyektlar bilan ishlashga energiya bor. Shu joyda bitta aniqlashtirib ketaylik. Muvaffaqiyat o'zi siz uchun nima? Muvaffaqiyat bu bitta missiya bor va o'sha missiyani yo'lida yashash desa ham bo'ladi. Hozir sizda qanaqa missiya? Mendagi missiya bu ta'lim bo'yicha aynan, ya'ni insonlarga ta'lim orqali hayotni o'zgartirishga yordam berish. Qatdan kelib chiqqan bu. Men o'zim, misol uchun, o'sha aytgandek, juda ham qishloq joydan chiqqanman. Misol uchun, menimcha siz ham viloyatdan kelgansiz. Juda ko'p aksariyat oldimizdagi insonlar bor. Viloyatdan kelib Toshkentda o'zini o'rnini topishdi va yaxshi ishlarda, yaxshi proyektlar qilishyapti. Va ularda nima olib keldi bu joyga? Misol uchun, ularda qanaqadir katta kapital emas yoki qanaqadir katta bir talant emas-da, aksariyatida bu ta'lim.
ya'ni kimdir IT ni o'rgangan, kimdir marketing o'rgangan, qaysidir o'sha ta'lim orqali insonning hayoti o'zgardi. Menda shunaqa bo'lgan. Ya'ni hayotimni o'zgarishiga sabab bu ta'lim bo'lgan. Va birinchi loyihalarim, hozirgacha ishlaydigan loyihalarim asosan ta'lim bo'lgan va juda ko'p insonlarni bilaman, ana butunlay hayotini o'zgartirishiga ta'lim sababchi bo'lgan. Men o'zimga shunaqa missiya qo'yganman, ana kimdir tam uy qurib hayotni o'zgartiradi, kimdir qanaqadir sog'liq bilan hayotlarini o'zgartiradi. Menda oson ta'limni tushunaman, ta'lim bera olmayman. Ta'limdagi o'sha metodologiya bo'lsin, bu marketing bo'lsin, yaxshi bilganim uchun davayt men mana shu yo'lni tanlayman umrim oxirigacha va shu orqali qanaqadir jamiyatga, butun dunyoga foydam tegsin degan xulosaga kelganman. O'zimga yoqadi. Qachon kelindi bu xulosaga? Bu xulosaga men zapuskga o'tayotgan paytimda kelganman. Chunki menda shunaqa variant bo'lgan, kiyim biznes ochish anaqasi bo'lgan. O'zingiz ham bilasiz, birinchi o'sha Xitoydan kiyim olib kelib sotishga harakat qilib ko'rganman. Yoqardi menga. Juda ham kiyim biznesi yoqardi va lekin qilib ko'rganman, men ichimdan maza qilmaganman. O'zi yoqadi, lekin ichimdan qoniqish bo'lmagan. Keyin boshqa sohalarga ham o'tib ko'rishga harakat qildim. Marketingdagi boshqa bizneslar, katta proyektlarni olib ko'rishga ham harakat qildim, lekin yoqmadi. Passion deydi-ku, meniki emasligini tushundimda, lekin qarasam o'sha maktab yuritib ko'rdim, yoqyapti. Uchebniy sentr yuritib ko'rdim, yoqyapti. Bitta IT loyiha, o'sha ta'lim bo'yicha loyiha qilib ko'rdim, yoqyapti. Demak, menda asosiy yoqadigan ishim ta'lim ekan degan xulosaga kelganman. Ya'ni shunaqa xulosa qilishimiz mumkinmi? Asosiy fokusni pulga emas, qaysidir katta, ambitsiozniy maqsadga qaratganda kratniy rost bo'ladi, ya'ni tez o'sish ro'y beradi. Shunaqa xulosa qilishimiz mumkinmi? Menimcha shunaqa. Chunki agar ko'proq pul topish imkoniyati bo'lsa, men o'ylayman, zapuskadan ko'ra ham ko'p imkoniyatlar bor-da. Traditsion mana klassik bizneslarda kirib turib, qanaqadir investor jalb qilish muammo emas. Yoki qanaqadir marketing ishlatib turib kattaroq summa topsa bo'ladi bundan ham ko'proq. Lekin yoqmasa bu narsa nima deydi, tatimaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun kamroq bo'lsa ham, lekin o'zim tushungan soha, o'zim yaxshi ko'rgan sohada ishlashga qaror qilganman-da. Yana bir marta. 70 ming qoldi, 28 ming sizga, 42 ming ekspertga. Shunaqa ishlagan bo'lsa, Ishlagan holatlaringizda demoqchiman. Ekspertlarning ketib qolish holatlari ko'pmi? bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, chista odam jihatidan qaraydi, masalan, o'zim ham takrorlasam bo'ladi, o'zim ham bajarsam bo'ladi. В принципе, nima uchun 40% berishim kerak? 3 ta ekspert shunaqa bo'lib ketgan. 3 ta ekspertni qaragan, auditoriya yig'ib berdik biz, kurs o'tdik, qanchadir summa ishladida, qarorni rostdan men nima qilaman, 50% berib degan narsa bo'lganda, ketgan. 3 tadan 2 tasi yana qaytib kelgan. O'zlari qilishgan, hech qaysini qilisha olmagan, ikkitaliga qaytib kelgan, biz yo'q ishlamaymiz deganmiz. Chunki mana bunaqada aslida odamlarga ko'rinadigan qism bu oson. Lekin tagida misol uchun analiz qismi bo'lsin, o'sha katta komanda ishlaydigan qism bu ko'rinmaydi, lekin eng muhim qism. Ya'ni prosta webinar o'tgan bilan odamlar sotib olmaydi yoki prosta Instagramda obunachi yig'gan bilan odamlar sotib olmaydi. Buni orqasida baribir ham katta strategik va tizimli ishlar ketadi-da. Hozir bozorni qiymati qancha bizda O'zbekistonda aynan? Aynan onlayn ta'lim bozorini. Onlayn ta'lim bozorini, men o'sha infobiznes bozorini oladigan bo'lsak, men taxminan hisobladim. Buni aniq statistika yo'q hech qayerda. Men o'zim biladigan onlayn shkola yoki o'sha inson prodyuserlarni oborotini taxminan hisoblaganimda 30 ta odamnikida, 30 ta o'sha loyihada 25-30 million atrofida chiqdi. Taxminiy. Bu degani endi men o'ylayman bu bozorni 20% da. Misol uchun bo'lishi mumkin, aytaylik, men dietologiya bo'yicha men bitta proyekt hisobladim. Yiliga 1 million dollar oborot qiladi. Lekin dietologiya bo'yicha yuzlab ekspertlar bor. Kimdirlar yiliga 20 ming oborot qiladi, 100 ming oborot qiladi, 200 ming oborot qiladi. Shundan kelib chiqib hisobladim, bozor yili obyomi 100 milliondan ortiq degan xulosaga keldim. Bu fakt emas, lekin o'sha 30 ta odam 25 million oborot qilyaptimi, bu degani 100 milliondan kam emas degan xulosaga keldim. Endi eng zo'r statistika aytaymi? Bundan 2 yil avval o'sha biz endi kirayotgan paytda hisoblaganimizda yiliga million dollar oborot qiladigan kompaniyalar yoki o'sha loyihalar barmoq sanaydigan darajada ham emas edi. Ya'ni 5 ta ham chiqmas edi. Meni bilishim bo'yicha hozir juda katta o'sish bo'lgan.
yana o'sib boryapti. yana o'sib boradi. Men yaqinda o'sha sizga boshlanishdan avval ham aytdim-ku, statistika ko'rdim. Butun dunyoda aynan infobiznes onlayn ta'lim bozori ikkinchi o'rinda bo'lyapti o'sish tempi bo'yicha. Birinchi o'rinda sun'iy intellekt, ikkinchi o'rinda onlayn o'sha ta'lim bozori. 2034-yilgacha 1 trillion dollarga yetishi kutilyapti. Shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? Ya'ni bizda info biznesmenlarni ko'payayotgani yoki qaysidir ekspertlarni kurslarini ko'payayotgani asosiy sababi bu bozorni o'sib borayotgani va u yerda kattaroq pul deylik borligi. To'g'ri, oqim, birinchi o'rinda oqim, o'sha yaxshi ketyapti, bozor yaxshi o'syapti va bu yerda oqimni o'zida turgan odam ham oldiga qarab ketaveradi. Lekin bu baribir ham bozor qiyinlashib boraveradi. Misol uchun mana 2 yil avval bozorga kirib, misol uchun kimdir chiqadi, tam bo'ldi, auditoriyaga target yoqadi, target yoqqandan keyin webinar qiladi, webinarda sotadi. Ishlagan oshlamaydi. Hozir bu ishlamaydi. Hozir misol uchun minusda chiqadi bunaqa zapusklar. Hozir analiz bo'lmasa, produkt ustida ishlanmasa, ekspert kuchli bo'lmasa, odamlar webinar desa o'sha aytadi, "Yo'q, hozir kurs sotadi" deydi. Lekin bizning holatda webinarlarda odamlar biladi kurs sotilishini va qanaqa kiradi webinarga. Bugun o'sha aytaylik, mana shu ekspert kurs sotar ekanlar. Men webinar kiraman, agar kurs menga to'g'ri keladigan bo'lsa sotib olaman, bo'lmasa sota olmayman deb kiradi. Oldin nima bo'lardi? Voy, bepul dars berar ekan deb turib odamlarni kirardi, keyin sotilsa hayron qolishardi. O'sha hozir hamma bilib bo'lgan kurs sotilishini. Ya'ni Instagramlarda ham ko'rib qolaman. Qanaqadir seriya chiqishni boshlasa, storieslarni odamlar aytadi, "Ha, yaqinda kurs chiqadi yoki kurs sotmoqchi bizga" deb aniq odamlar keyingi ketma-ketligini ham biladi. Ya'ni webinarlarda qanaqa bo'lardi? Birinchi o'zini yoshligini aytib beradi, qanaqa qiynalganini, qanaqa kambag'al bo'lganini aytishadi, keyin mana mashina oldim, uy oldim, sanab xohlasang kursimni yozib. Bu strategiya ishlagan demoqchisiz. Faqat shuni ishlatishgan. Oldin ishlagan, hozir ishlamaydi. Hozir faqat buni o'zi bilan ishlamaydi. Hozir qanaqadir odamlarda baribir ham mana oldin tasavvur qiling, och bo'lganda, shu darajada ayniqsa ayol auditoriyani oladigan bo'lsa, mana bilim baribir odamni nima desa bo'ladi, qorni to'q bo'ladigan bo'lsa, nimadir o'rganish odamning ehtiyoji. Va to'g'ri kelgan kurs olib ketishgan. Qarasa, misol uchun mana aytaylik, munosabatlarni yaxshilanadi, sotib oladi, nimadir bo'ladi, sotib oladi. O'shaning uchun ham psixologik kurslar, o'sha munosabatlar bo'yicha kurslar juda ko'p sotuv bo'lgan, yaqingacha. Keyin odamlar tushunish boshladi, ha, demak hamma kurslar ham foydali emas. Xuddi hamma kitob foydali emas degandek, hamma kurslar foydali emas va o'tdan to'g'risini saralab olish kerak degan narsa bo'ldi, filtr bo'lish boshladi. Shuning uchun ham mana bozorda o'zi hozirga kelib ancha filtrlashgan. Ya'ni havoni sotadigan prosta yoki tam odamlarni o'sha faqat emotsiyasi bilan ishlaydiganlar bozordan chiqib ketyapti. Hozir rostdan kuchli produkt bo'lmasa 2-3 marta zapus qilib bo'lmaydi. Ketma-ket o'sib bo'lmaydi. Xo'p, qayerga boramiz endi? Menimcha endi ofisga borgan yaxshi. Ofisda o'sha komanda bilan ko'rishib, bu yerda gaplashsak bo'ladi. Yo'lda yana savollar berib ketaveraman. Ko'proq odamlarga, auditoriyaga qiziq bo'lgan savollar. Qancha sarflaysiz oyiga? Xo'p, voy. Menda mana taxminan o'sha 7-8 oy avval odatiy rasxodlar o'sha oyga 7-8 ming atrofida bo'lgan, oylik rasxod. Keyin men 7-8 ming dollar. 7-8 ming dollar atrofida bo'lgan, chunki u payt arendadan turardim, kvartirada. Plus rasxodlarim ko'p edi, katta edi. Keyin o'sha moliyaviy savodxonlik bo'yicha ko'p o'rgandim, umuman investitsiya qilish boshlagandan keyin rasxodlarimni kamaytirdim. Hozir taxminan 3 ming dollar butun o'sha bitta oyga hamma rasxodlarimga ketadi. Qancha summadan keyin hayotingiz umuman o'zgarmadi? Ya'ni yashash tarzingiz deylik. Xo'p, yashash tarz lifestyleda taxminan 5 ming, 10 ming yetadi deb o'ylayman. O'zbekiston holatida 5 ming, 10 mingdan keyin deyarli hayot tarzida o'zgarish bo'lmaydi. Misol uchun 3 minggacha juda katta bo'ladi. Misol uchun har 1000 dollar topgan paytda 1000 dollar ketadi, 2000 topganda 2000, 3000 topganda 3000. U yog'iga bu ehtiyojlar, ehtiyoj, ortiqcha xarajatlar ko'p bo'ladi. Asosan 5 ming, 10 mingdan keyin u yog'iga hayot tarzida o'zgarish bo'lmagan. Deyarli o'zgarish bo'lmaydi. 5-10 ming atrofida.
o'zi 3000 dan keyin desa ham bo'ladi. 2024-yilda o'sha Mentor agentligini aylanma mablag'lari qancha bo'ladi? Ochiq olsangiz agar. Taxminan biz endi mentorani o'ziniki emas, misol uchun umuman ishlagan proyektlarimizni oladigan bo'lsak, taxminan $1 million atrofida bo'lgan. $1 million. Qancha vaqt ketdi bu natijaga chiqish uchun? Bizda 2 yil. 2 yil. Yillik aylanmasi $1 million dan ortiq agentlikning ofisi. Shunaqa, bizning ofis katta emas, kichkina. In-house'da o'zi 10 ga yaqin inson ishlagani uchun ham katta ofis olmaganmiz. Arendada o'tirasiz? Arendada turamiz. Necha pul? Arenda 1,5 ming. Xo'p, bu bizning o'sha xonamiz, ofis desa ham bo'ladi. Bu yerda endi bizda odatda qanaqadir rasmiy bo'lmagani uchun ofisga juda ham katta e'tibor qaratmaganman. Qanaqadir nima deydi, qimmat narsalar olib kelib, dizaynlar cho'tka qilib qo'yilmagan. Prosta oddiy o'zimiz uchun qilingan. Bu yerda ham bolalar o'zimiz o'tiramiz. Misol uchun tam PlayStation o'ynash mumkin. Qanaqadir razborlar bo'ladigan bo'lsa ham shu yerda qilamiz. Bizda обязательный doska, bu eng bizani nima deydi, ko'p ishlatiladigan instrumentimiz. Shu yerda o'tiramiz bolalar bilan. Kitoblarni ko'ryapman. Aha. Bitta video ko'rib qoldim. Intervyu olishgan. Darvozasidan kirganda 5000 tami, 3000 tami kitob terib qo'yishgan. Qaysi birini o'qigansiz degan savolga javob yo'q. Qaysilarini o'qigansiz? Necha foizini o'qigansiz? Men 10% ni ham o'qimaganman. Menimcha bu yerdan bir o'qish hozir o'sha jarayondaman. Bu o'zi mana to'g'risini aytaman, sizlar intervyu bo'lish uchun ham qanchadir kitob olib kelib qo'ydik. Bu endi to'ldirilayotgan edi. Men nima deydi, yolg'on aytib yoki hammasini o'qiganman deyishim noto'g'ri-da. Lekin o'zim o'qishim kerak bo'lgan, rostdan o'sha tavsiya qilingan kitoblar va qaysidir kitoblar bor, bir necha marta o'qiganman. 2-3 martalab qaysidir kitoblarni o'qiganman. Qaysidir kitoblar bor, hali yetib kelmaganman. Shuning uchun ham buni o'sha bilmayman 10% ga yaqin o'qigan bo'lsam kerak. Keling bittasini tanlaylik. Obunachilarga savob qilish uchun. Bo'ldi, zo'r. Eng zo'r deganingiz hozir bir necha marta o'qiganman deganingiz. Xo'p, zo'r. Menda eng zo'r degan mana 3 ta yo'nalishdagi kitob bor. Bu birinchisi Atom odatlar. Menda buni o'zbekchasi ham bor, ingliz tilida ham bor. Bu men uchun qanaqadir eng zo'r kitoblardan bittasi. Har bitta inson farqi yo'q, nima ish qilishdan qat'iy nazar har bitta inson o'qishi kerak bo'lgan kitob deb o'ylayman. Bu o'sha odatlar bo'yicha hayotni to'g'ri tizimga qo'yish bo'yicha, chunki juda ko'p insonlarda mana shu narsa muammo bor. O'zimda ham bo'lgani uchun qayta-qayta o'qiyman bu kitobni. Bu kitobni bersak bo'ladi. Keyingisi bu qayerda edi? Naval Ravikant kitobi bor. Hop. Bu kimdir o'qiyotgan bo'lsa kerak menimcha. Borlardan. Mana. Almanakov Naval Ravikant. Buni o'zbek tilida yo'q kitobi. Bu ham juda zo'r kitob. Juda nima deydi, o'zim qayta-qayta o'qiydigan kitob. Keyingisi bu ta'sir psixologiyasi. Bu endi marketing bo'yicha ta'sir etish psixologiyasi Robert Cialdini. Bu как marketing biznesdagi baza deb o'ylayman. Ya'ni как mana ko'pchilik aytadi-ku, marketing bo'yicha, marketing adaniyagacha yoki tam qaysidir kitoblarni o'qish kerak deydi. Yo'q, meni fikrim bo'yicha mana shundan boshlash kerak. Chunki bu tadqiqotga asoslangan, odamning miyasi qanaqa ishlashidan kelib chiqib qilingan kitob va marketingdagi baza. Marketing shuni ustiga qurilgan deb hisoblayman. Shu 3 ta kitobni aniqsa bo'ladi. Buni ingliz tilisi ham bor, rus tilisi ham, o'zbek tilisi ham bor shu yerda. Demak, mana shu 3 ta kitobni sovg'a qilamiz. Nima uchun aynan siz shu kitobni olishingiz kerakligini izohlarga yozib qoldirsangiz. Bo'ladi. Bo'ladi. Alohida qo'yamiz. Qo'yamiz. Birinchi $1000 qaysi sohada ishlagansiz? Birinchi $1000 marketing. Qaysi loyihada? Cambridgeda. $10,000-chi? Birinchi $10,000 ham marketing. U ham Cambridgedan? Yo'q. Unda o'zi freelansga chiqib, bitta paytda o'zida 2023-yilning boshida yanvarda maqsad qo'yganman. O'sha men 10,000 ga chiqishim kerak. Qanaqa qilib 10,000 ga chiqa olaman degan maqsad qo'yganman. Keyin bitta paytda o'zi 4 ta proyektim bo'lgan. 4 ta proyekt hammasida marketing qilganman. Komandalarim bo'lgan, lekin full time, misol uchun bir bilmayman, kuniga 15 soat vaqtim ishlar edi u paytda. Qaraganman, yo'q, menga o'sha tushunib yetganman, bu patolog. Ya'ni freelansda yoki marketing direktor bo'lib 10,000 plus nerealniy deganman. Endi
realniy qachonki 10 yil tajribangiz bo'lsa, man 10 yil kutolmayman degan qaror kelganman. Menda variant bo'lgan agentство ochish, variant bo'lgan o'sha infobiznesga kirish. Agentstvada u darajada ko'ngil tortmagan, keyin katta igroklarni ko'rmaganman. O'shaning uchun zapuskga kirganman, chunki bozorga endi kirayotgan soha, men butun dunyoda qanaqa katta proyektlar borligini bilaman. Shuning uchun bu yo'nalishni tanlaganman. Birinchi 100 ming dollarchi? 100 ming dollar oyga topmayman. Yo'q, aytmoqchi bo'lgan birinchi 100 ming dollar hisob raqamida. Zapuskdan topganman. Zapus. Ekspertlarni zapuskini qilib topganman. Bitta ekspertdanmi yoki bir necha? Yo'q, 2-3 ta ekspertdan. Qanaqa hissiyotlar, ya'ni hisob raqamingizda 100 ming dollar pulingiz bor? Menda hisob raqamida 100 ming dollar hech qachon bo'lmagan. Men har doim qanaqadir mana pul keladi, srazu aytaylik investitsiya bo'lishi mumkin yoki nimadir kapital olib qo'yish bo'lishi mumkin, mana uy bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalarga yani srazu tikib qo'yaman. O'shaning uchun anaqa tam 100 ming dollarni bittada ushlab ko'rmaganman. Ya'ni eng katta summa qancha bo'lgan demak? Eng katta proyektdan olgan kartada naqdda farqi 50-60 ming dollar bo'lsa. 50-60 ming dollar. Ha. Deylik, qayerda turibdi ular? Naqd ko'rinishidami, kartadami, bankdami, qayerda? Naqd bo'lgan. Naqd ko'rinishida. Naqd ko'rinishida 60 ming dollar pulingiz bor. Nima o'zgardi hayotingizda 1000 dollar topgan paytingizda va naqd ko'rinishida qo'lingizda 60 ming dollar pulingiz bor edi? Hech nima. Hayotingizda hech narsa o'zgarmagan. Yo'q, hech nima o'zgarmagan. Endi emotsiya bo'ladi. Misol uchun o'sha mana birinchisi eng katta emotsiya uyg'otganda bo'lgan. Misol uchun 200 mingdan ortuvga bo'lgan naqdga olingan. Ya'ni bittada emas, 2 oy ichida to'liq to'lab olganman-da. Bu naqd hisoblanadi. O'sha paytda bo'lgan emotsiya zo'r bo'lgan. Prям dunyodagi eng nimadir молодец odamman deb his qilganman o'zimni. Lekin ozgina misol uchun bir hafta 2 haftadan keyin emotsiya yo'q bo'lgan. Yana nima bu maqsad yopildi, endi nima maqsad degan anaqa bo'lgan. O'shaning uchun katta qanaqadir emotsiya bo'lmagan. Nima farqi bor edi 1000 dollar topadigan Humoyunni va qo'lida 60 ming dollar bor yoki oyiga ham 20 ming 30 ming topadigan Humoyunni? Effektivligida, ish soatida, bilmadim, ko'proq ishlaganmi, ko'proq harakat qilganmi, nima farqi bor edi ikkalasini? Birinchi o'rinda men o'ylayman, mindset deb o'ylayman, fikrlash. Ya'ni o'sha 1000 dollar topadigan Humoyunda faqatgina bitta sohada mutaxassisligi bo'lgan. Ya'ni misol uchun o'sha marketingni bilgan xolos. Endi hozirgi Humoyunda birinchidan bu mas'uliyat olish. Ya'ni misol uchun 4 ta katta proyektni mas'uliyati, 20-30 yaqin insonni o'sha boshqarish mas'uliyati, kerak bo'lsa 1000-2000 lab insonga o'sha kurslarimizni sotamiz va ularni rezultatga olib chiqish mas'uliyati, oila mas'uliyati, hammasi bu o'sha shaxsiyatga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni kattaroq mas'uliyatni ko'tarish deb o'ylayman. Xuddi misol uchun biz shunaqa aytaylik doiradagi mas'uliyat olamiz, kimdirlar bor, million mana oddiy Jahongir aka Ortiqxo'jayev nechidir mingtalab insonni ish bilan ta'minlaydi, shunga yarasha daromad topadilar yoki davlat rahbarlari misol uchun 40 millionlab insonni boshqarish yoki Elon Musk bo'lsin, hammasi men o'ylayman mas'uliyatni olish, ikkinchidan risk reward deb o'ylayman, ya'ni qanchalik katta riskni olish. Hozir biz shunaqa holatda bo'lgan, 50 ming dollar atrofida minusga kirgan holatimiz bo'lgan, qarzga kirib qolgan. To'g'ri, bu katta summa emas yoki yoshimga nisbatan qanaqadir anaqa bo'lmasligi ham mumkin, banalroq eshitilishi ham mumkin, lekin bu baribir ham risk rewardga bog'liq. Ya'ni qanchalik katta riskni olasiz, shunchalik yutish imkoniyati balandroq bo'ladi. Lekin bu garantiya emas. Bitta joyida to'g'rilash kiritib ketaman. Davlat prezidentlari aynan siz aytayotgan summalardan ancha kam pul topadi. Rasmiyligini ochib qarasa. Yo'q, pul topishni nazorat qilmayapman. Umuman, misol uchun prezident bu baribir ham butun dunyo miqyosida eng katta shaxslar-ku. Endi ular misol uchun обязательный summasi emas. Erishilayotgan qanaqadir obro' desa bo'ladi, ta'siri desa bo'ladi. Bular hammasi baribir ham o'sha mas'uliyatga bog'liq deb o'ylayman-da. 50 ming dollar minusga kirdim dedingiz. Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Xo'p, birinchisi bu moliyani boshqarishda xatoligi uchradi. Ya'ni bu yerda qanaqadir fail zapusklar, fail bunaqa narsa bo'lmadi. Aynan misol uchun biz moliyani chuqur bilmas edik va hali kelmagan pulga reja qilib qo'yganmiz. Misol uchun hali kelmagan pulni o'zimiz uchun ishlatib olganmiz. Keyin bitta proyekt bo'lgan, biz pul olishimiz kerak bo'lgan, zapusk bo'lgan, zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lgan, pul olishimiz kerak bo'lgan, shunaqa holat bo'lgan, ekspert
ololmagan ekspert ishlatib qo'ygan pulni uni ham qanaqadir muammosi bo'lgan keyin endi shunaqa holat bo'ldi bizga qolib ketib qoldi ya'ni biza komandani pulini berishimiz kerak qanaqadir o'sha xizmatlarimiz bor u yoq bu yoq bor hammasini keyin bittada hisoblayapman man unaqa summa bo'lganini bilmaganman keyin taxminan hammasini hisoblayapmanda qarasam уже 50 ming dollar bo'lgan endi u sразу bir 2-3 oyning ichida qanchadir qismini to'ladik va 4-5 oyning ichida yopordik baribir lekin qanaqa bo'ldi aytaymi man ko'tardim shu paytgacha menda qanaqadir finansiviy tarafdan krizis bo'lmagan edi moliyaviy qiyinchilik ham bo'lmagan edi ko'tardim qachondir baribir bo'ladi qachondir keladi man eng katta qo'rquvim man tayyormanmi yo'qmi degan narsa bo'lardi ya'ni baribir keladi tezroq kelsaydi ya'ni kamroq summada kelsa man o'tib olay tezroq degan narsa bo'lardi chunki hamma tadbirkorda man biladigan tadbirkorlarning hammasida bo'ladi deb bunaqa aytyaptilar man ko'rdim qanaqa qabul qildim ha keldi mana shu payt уже man o'tishim kerak mana shu payt mani yana ham anaqa sinov bitdi va yana ham kuchliroq qiladi degan mindset bo'lgan fikrlash bo'lgan va o'qiganman nima deydi to'g'ri qabul qilganman chiqib ketganmiz bu etapdan yana rostdan ham Humoyunni 2.0 versiyasiga o'tganman hamma tarafdan yana ham mas'uliyatliroq finanslarni joyiga qaragan o'sha hamma taraflarni biznes strukturasiga ko'proq e'tibor qaratishni boshlaganman rasxodlarimni kamaytirganman juda ham o'zimni shaxsiy rasxodlarimni o'sganman qanaqa hissiyotlar bo'lgan bu yoqda o'tiribsiz hisobladingiz -50 ming hop qanaqa qilib yopaman degan hissiyot bo'lgan birinchisi o'sha hammaga telefon berishim kerak bo'lgan odamlarga telefon qilib mana shunaqa vaziyat deadlinelarni so'raganman misol uchun qachonga bersam bo'ladi mana bunaqa manda vaziyat tushuntirganman shunaqa aytaylik deadline kimdadir 2 oy kimdadir 3 oy kimdadir 4 oy kimdadir 2 hafta to'xtash bo'lmagan ya'ni сразу proyektlar zapusklar davom etgan kelgan summadan berib qutulganman anaqa yo'q misol uchun hammaga tushuntirganman hamma odam hamma tushunadi o'sha eng ko'p bizda endi ko'riladigan muammo kimdir qarz bo'lib qolsa сразу telefonni ko'tarmasdan tushuntirmasdan yo'q bo'lib qolib yo'q man bilaman hamma odamda hammaga tushuntirsa bo'ladi misol uchun vaziyat tushuntirgan hamma tushungan shu orqali chiqib ketilgan bunaqa qanaqadir ozgina eng nima desa bo'ladi shunaqa vaziyatlar bo'lardi ishga borasiz telefon qilib qolishadi eng yomon holat shu eng yomon vaziyat shunaqa narsa bo'ladi telefon qiladida zo'r nastroy bilan borasizda kimdir pul so'raydi tushib ketadi ishlaydigan shijoat tushib ketadi energiya yo'q bo'lib qoladida shunaqa vaziyatlar bo'ldi 1 oy 1,5 oy atrofida bo'lgan bu ham o'tib ketadigan anaqa nima deydi period bo'lgan shu narsani chiqarib olmoqchi edim ya'ni qarz yoki qanaqa kimgadir должен bo'lib qolishni asosiy muammosi buni qaytarish emas buni miqdori emas energiyangizga va kayfiyatingizga ta'sir o'tkazishi ya'ni bitta qo'ng'iroq hamma ishingizni to'xtatib ishdan sovutib qo'yishi mumkin o'zimda ham bo'lgan shunaqa ya'ni ishdan sovutib qo'yadi siz bundan qanaqa qilib chiqib ketishingiz bu уже sizni irodangiz qanaqaligi siz qanchalik bunga tayyorligingizga bog'liq ko'pchilik tayyor bo'lmaganligi uchun o'sha telefonni ko'tarmasdan yoki gaplashmasdan shunaqa holatlarga kirib ketadi mashina sotib olib yoki mashinani ijaraga olib videoga tushirib mana mashina xarid qildim deb kurs sotish hozir ishlayaptimi yo'q mani bitta roligim bor edi ko'rgan bo'lsangiz kerak bir 2 yil oldin manimcha chiqaruvdim buni ya'ni ko'z oldilaringizda 1 oy ichida mer solaman lekin aslida mani planim kurs sotish degan qo'yib yuboramiz va nihoyat siz kutgan challenge Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Ismim Ne'matjon Mansurov, yoshim 25 da va men marketing sohasida 75 yillik tajribaga egaman. Shu kungacha mingdan ortiq brendlar bilan ishladim va siz uchun ajoyib yangiligim bor. Marketing bilimlarim orqali ko'z o'ngingizda 2 hafta ichida o'zimga Mercedes-Benz mashinasini sovg'a qilaman. Deyman-u, lekin aslida mening maqsadim sizga kurs sotish. Juda katta hit bo'ldi. Ayniqsa shu sohada, shu sferada ishlayotgan odamlarning o'rtasida. Nima deylaysiz nimaga? Hit bo'lganligi sababimi? Esingizdan o'sha rolik? Men aniq eslolmadim. Hit bo'lganligi sababi nima deb o'ylayapsizmi? Mana bunaqa narsa bor. Bizda O'zbekistonda juda ham ko'chirish juda
boshqa joylarga qaraganda baland bizada. Misol uchun, maymun biznes deyshadi-yu, ham bitta biznes boshlasa, hamma o'zini uradi. O'sha yaqinda ham gaplashganimizda aytdingiz-ku, nimaga sokinlik bozorda? Mana kimdir boshlagan paytda hamma qaytaraveradi, u mana fundamentini tushunmasdan turib qaytarishlar ko'p bo'lib ketgan. Misol mana aytaylik, challenge bo'lishi mumkin, kimdir qanaqadir challenge bo'lishi mumkin. Qaraydi-da, mana bu inson mana bunaqa challenge qilyapti-da, keyin shu orqali kurs sotyapti. Yo'q, bu challenge prosta odamlarni o'sha trafik yig'ish uchun qilinayotgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir odamlarni e'tiborini ushlab o'tirish uchun bo'lishi mumkin va buni o'zi ishlamaydi. Orqasida keyin san u keyingi etaplarni qilmasang, keyin auditoriya uchun produkt qilib uni tanishtirmasang, ular bilan to'g'ri auditoriyani yig'masang, misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi. Mana O'zbekistonda ham bor, gonka qilishyapti, nimadirlar qilyapti, odamlarni jalb qiladi. U yosh bolalar yig'iladi, nimadirlar qiladi, qanaqa produkt sotadi ularga. Ya'ni ko'p holatda maqsad baribir endi pul uchun bo'lsa qiziq emas. Qanaqa nima instrument bo'lsa ishlatishadi. Men to'g'ri yoki noto'g'ri deb o'ylaysizmi desangiz, menga qaysidirlar to'g'ri. Misol uchun challengelarning qaysidirlari to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin arendaga mashina olib yoki faqatgina o'sha qanaqadir mashinaning ustiga, nimadir ustiga butun sotuvni buni ustiga bog'lash noto'g'ri deb o'ylayman. Ko'pchiligida saytida qo'yishadiki, pul bilan bog'liq sohalarda $1000 topishni boshlaysan, kurs tugatgandan keyin $500 topishni boshlaysan, $1,500 topishni boshlaysan. Agar shunaqa keyslar bo'lgan bo'lsa. Xo'p, qarang, mobilografiyada mana biz qilganmiz, Akmal Abdullayev bilan produkt qilganmiz va u yerda misol uchun $300 dan boshlab $1000 gacha daromad qilish bo'yicha bo'lgan. Necha foiz bo'ladi desa, taxminan o'sha 50-60% atrofida insonlar rostdan ham birinchi pulni topishni boshlaydi. Qanchadir insonlar o'zi avvaldan pul topardi, qo'shilishi mumkin va qanchadir protsent o'sha 30 bo'lishi mumkin, 25 qanchadir protsent insonlar baribir rezultat qilmaydi istalgan sohada. Endi men o'zim misol uchun produkt mentorство bor, menda aniq raqamlari bor. Bu yerda misol uchun 150 ga yaqin inson qilgan va u yerda 76% inson zapusk qilgan. Endi 76% inson hammasi успешный qilganmi? Yo'q. Bu tabiiy. Endi 76% insondan 54% hozirgacha qilyapti zapusk. Bu zo'r natija men uchun, bu o'ylayman juda yaxshi natija. Men hech qachon 100% lik natija harakat qilaman o'shanga qarab chiqishga, lekin bilaman bu nerealniy. Qolganlarchi? Mana natija qila olmaganlar. Kursni sotib olishdan oldin vebinarda va'da berildi, siz $300 $1000 gacha pul topasiz. Kursni tugatdi, rostdan ham o'qidi oxirigacha, lekin natija qila olmadi. San aybing deyiladimi yoki pul qaytarib beriladi? Biz hech qachon garantiya bermaymiz. Ya'ni misol uchun men o'zimni produktimda ham, ekspertlarning produktida ham hech qachon sen mana shu summani topasan, 100% topmasang, nimadir bo'ladi degan narsa aytmaymiz. Topishing mumkin agar mana bu narsalarni qilsang. Agar topa olmasang ham bizni anaqa bo'ynimizga bu narsani misol uchun olmaymiz. Birinchisi nimaga? Chunki bu bizga bog'liq bo'lgan narsa emas-da. Tasavvur qiling, $300 lik produkt sotyapmiz va garantiya u $500 topishi. Bu mantiq unaqa ishlamaydi. Chiqibdi-da. O'shaning uchun aytamiz, harakatini qilsang, hamma narsani qilsang, qilishing mumkin. Mana 70% o'quvchilarimiz qilgan. Agar mana shu 70% kirishing mumkin yoki 30% ga kirib qila olmasliging ham mumkin. Chunki boshida va'da berib sotilsa, ertaga bu bajara olmaydigan bo'lsa yoki faqat boshingizga chiqib qoladi-da. Voy, mana pul topishga va'da bergansanlar deb turib, kerak bo'lsa uyingizga borib yotib olish ham mumkin-da. Shuning uchun biz hech qachon garantiya bermaymiz hech qaysi produktda. Ya'ni webinarda mana shunaqa natijaga erishasan yoki mana shunaqa pul topasan degan narsa bo'lmaydi hech qachon. Mana topish mumkin, lekin 100% topasan degan narsa bo'lmaydi. Vazikaga o'xshab ko'rinmayaptimi? Ya'ni topishing mumkin deymiz, topasan desak, muammo bo'lishi mumkin. Qarang, mana bunaqa narsa bor-da. Garantiya bor. Misol uchun garantiya shunaqa holatlar ham bo'lishadi. Mana kimdirlar aytadi, garantiya topasan yoki garantiya mana shu narsani o'rganasan degan narsa bo'ladi. Bu yerda bizda bunaqa narsa yo'q. Biz ko'rsatamiz mana. Keyslarni misolda ko'rsatamiz. Misol uchun o'quvchilarimizning manimcha protsenti rezultat qildi. Manimchasi qila olgani yo'q. Bu demak katta ehtimol bilan senga bog'liq. Agar sen yetarli darajada harakat qilsang, qilishing mumkin. Yetarli darajada harakat bo'lmasa qila olmaysan degan narsani aytamiz. Ekspertlar qanaqa tanlanadi? Zapusk uchun. Xo'p, ekspert tanlayotganda biz mana klassik ekspertlarda 10,000 soatlik qoidasi odatda ishlatamiz. Ya'ni u qaysidir sohada 10,000 soat ishlagan bo'lishi kerak, tajribasi bo'lishi kerak. Agar keyin o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha qanaqadir
qanaqadir darajasi bo'lishi kerak. Misol uchun agar IELTS bo'ladigan bo'lsa, IELTS balli bo'lishi mumkin. Agar marketingni dars o'tayotgan inson bo'lsa, marketingdan qanaqadir natijaga erishgan, qaysidir kompaniyalar bilan ishlagan inson bo'lishi kerak. Yoki shaxsiy brend bo'yicha mana qilayotgan ekspertimiz bor, Asror Iskandarov. Ular rostdan ham shu xizmatni o'zlari ham boshqalarga ham xizmat ko'rsatadilar. O'zlarida ham shaxsiy brendlari kuchli, shu orqali daromad topadilar, yaxshi oborotlari bor va ular bilan ishlaymiz. Ya'ni soha bo'yicha mutaxassis bo'lish kerak, auditoriyasi bo'lish kerak, xarizmasi bo'lish kerak. Bitta mutaxassis bilan gaplashgan edim. Juda zo'r mutaxassis rostdan ham. Lekin u aytgan ediki, kurs sotadiganlar o'zini sohasida natijaga erisha olmaganlar. Yo'q. Qanchalik qo'shilasiz fikrga? 100% qo'shilmayman. Chunki odatda qanaqa bo'ladi? Odatda kurs sotishga harakat qilib, o'zi eplolmaganlar shunaqa fikr bildiradi. Rostdan, to'g'risini aytaman, chunki misol uchun mana bizda ishlagan Shahboz aka marketingdagi o'zingiz ham yaxshi bilasiz, natijalari hozirgacha juda katta natijalar qilganlar, juda komandalari ham, asosiy topayotgan daromadlari baribir o'sha agentство marketing orqali bo'lgan. Hozir aytayotgandek Asror aka, ularning ham asosiy topadigan daromadi bu agentstvolarda, ya'ni xizmat ko'rsatib topadilar. Yoki o'sha bo'lishi mumkin, Barnob bo'lishi mumkin, boshqa ekspertlarimizda ham o'zlari sohada mutaxassis. Ya'ni biz ishlaydigan ekspertlar sohasida eng liderlarda va shular bilan ishlaymiz. Ya'ni qanaqasiga o'zim sohada mutaxassis bo'la olmagan inson o'zi kurs sota olmaydi ham katta ehtimol bilan. Shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? O'zini sohasida hozir ham ishlab turgan bo'lsa, hozir ham o'sha sohada ishlayotgan bo'lsa va kursi bo'lsa, sotib olish yaxshiroq. Agar bu sohadan chiqib ketib faqat kursga yo'naltirilmagan bo'lsa. Mana anaqa bor, bitta prinsip bor. Mana skin in the game degan narsa bor. Ya'ni teri qo'shilgan bo'lishi kerak. Mana o'rgatayotgan narsasiga teri qo'shilgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana kimdir marketingda qachondir ishlagan va hozir faqat kursga o'tib ketib marketing bilan shug'ullanmayotgan bo'lsa, u bilmaydi-ku trendlarni, bozor qanaqa bo'layotganligini, u hozir o'sha tendensiyalarni bilmaydi va u katta ehtimol bilan produktni, meni subyektiv fikrim zo'r bo'lmaydi. U marketing dars o'tayotgan odam marketing bilan shug'ullanib turgan bo'lishi kerak har doim. Chunki misol uchun men o'zim ham aytaylik zapusk bo'yicha ham o'rgatsam, men o'zim zapusk qilishim kerak. Men qachonki faqat o'rgatishga o'tib ketadigan bo'lsam, o'zim qilmaydigan bo'lsam, men qanaqa qilib ularga tajribani aytib beraman yoki qanaqa qilib ularga realniy bozordagi bo'layotgan narsani aytib beraman. Shuning uchun men обязательно 100% tarafdoriman. Biznes o'rgatayotgan odam biznesi bo'lishi kerak. Aktual biznesi. Oxirgi marta qachon kurs sotib oldingiz? 1 oy avval. Nima bo'yicha? Management bo'yicha. Hozir aytdingiz. Taxminiy summasi agar sir bo'lmasa. Taxminiy summasi qancha edi? Bilmayman. Ya'ni odamlarga, ekspertlarga kurs sotishga yordam beradigan odam o'zi oxirgi marta qachon kurs sotib olgan demoqchiman. $500 atrofida, $500 atrofida edi. Menimcha точно esimda emas, $500 atrofida edi, lekin men yiliga o'rtacha shu paytgacha bilimimga $30,000-40,000 atrofida pul investitsiya qilganman. Umumiy. Ya'ni bu xalqaro, masalan, Rossiyadagi produktlar, O'zbekistondagi produktlar, amerikanskiy rynokdagi produktlar. Men to'g'risini aytaman, o'zim foyda olaman har doim. Shuning uchun men bu narsani kimdir aytishi mumkin-da, bu просто gap deyish mumkin. Men ishonaman. Rostdan nimadir bilim olish bu tezlashtirib beradi qadamlarni. Menda nimadir muammo bo'lyapti, uni o'zim boshim urilgungacha yoki nimadir qidirib yurmayman. Olaman tayyor, chunki kimdir tajribasidan o'tgan bu narsa. Olaman, qo'llayman, tezroq o'saman. Zo'r. Kurs tanlash bo'yicha tavsiya bo'ladigan bo'lsa, birinchisi, hozir ham shu sohada ishlasin va kurs bu qo'shimcha daromad bo'lsin, asosiy daromad emas. Keyingilari. Ikkinchisi bu aniq o'sha bitta yo'nalishga yo'naltirilgan produktlarni tanlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni misol uchun bo'lishi mumkin umumiy produktlardan ko'ra spesifik bo'lishi mumkin. Agar marketing ichida bo'ladigan bo'lsa ham performance marketing yoki influencerlar bilan bo'lishi mumkin. Qaysidir holatlarda umumiy produktlar ham kerak bo'ladi. Endi meni holatimda hozir chuqurroq kirayotganim uchun shuni aytaman. Keyingisi ekspertni xarizmasi kuchli bo'lishi kerak. Chunki kuchli ekspertlar bor, dars o'ta olmaydi. Kuchli ekspertlar bor, videosini ko'radigan bo'lsangiz 10 minutdan uzoqqa ko'ra olmaysiz-da. Bu inson kuchli ekspert, lekin bu o'qituvchi emas yoki uni qanaqadir zo'r dars o'tadi degani emas, birlashish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bir tarafdan kuchli ekspertligi, ikkinchi tarafdan xarizma va dars o'tishi yaxshi bo'lishi kerak. Shunda produkt maksimal foydali bo'ladi.
Xo'p, nima uchun sizda o'xshadi deb o'ylaysiz? Birinchisi men buni tema sifatida qaramaganman. Birinchisi misol uchun просто kirib ko'raychi, mana shu yaxshi summa bo'lsa kerak degan narsa bo'lmagan. Menda konkretniy maqsad bilan, misol uchun o'sha 5 yillik maqsad, 10 yillik maqsad bilan kirganman va qiyinchiliklari borligini oldindan bilib, tayyor bo'lib kirganim birinchisi. Ikkinchisi bu menda o'sha qanaqa aytsa bo'ladi? Bu rostdan ham omad kelib qolganda, ya'ni misol uchun mendagi natija, mendagi o'sha zapuskga srazi kirib, srazi yaxshi ekspertlar bo'lib qolib, srazi yaxshi zapusklar bo'lgani, bu o'zi aslida normal holat emas. O'zi normal holatda qanaqa bo'lishi kerak? Boshida qiyin, boshida fail bo'lishi kerak deb taxminan o'zi yoki ya'ni bittada zo'r bo'lib ketib qolgan, bu aytaman-da o'zi ko'pchiligi bu normal holat emas. Shunaqa Mana o'xshab kameraga qolgan. qarab ayting shuni. Ha, bu misol uchun bunaqa yoshda bunaqa narsa bu o'xshab qolganda, bu misol uchun kimdirda bunaqa narsa bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha normal holat aslida. Outlier desa ham bo'ladi. Shunaqa bo'lib qolgan. Keyin to'g'ri o'sha nishalar tanlaganim, o'sha birinchisi ingliz tili bo'lsin, keyin o'sha biznes yo'nalishi, biografiya nisbatan ekspertlarni to'g'ri tanlaganman, to'g'ri o'sha strategiya bo'lgan va shu bilan ketma-ketlikda yaxshi zapusklar bo'lgan. Umuman olganda ko'pchilik bilan gaplashganimda shunaqa aytishadiki, shunaqa bilmadim, omadim kelib qolgan yoki mana bu ishlarni qilganman deyishadi, qaysidir ketma-ketliklarni sanashadi, lekin bu xulosalar asosan post factum aytiladi. Ya'ni qaysidir natijaga erishilgandan keyin aytiladi. Xuddi shu ishlarni takrorlagan qaysidir odam bu natijaga erishmagan, balki minusga kirib ketgani bordir, qarzga kirib ketgani bordir, farqi yo'q. Ikkalasi lekin bir xil ish qilgan. Nima asosiy farqi bor sizning xulosangiz bo'yicha? Bir xil ish qilmagan. Men o'ylayman, katta ehtimol bilan bir xil ish qilmagan bo'ladi. Biza tashqaridan shunaqa ko'rinadi deb o'ylayman. Men eng kattasi xarakter deb o'ylayman. Ya'ni bitta inson, misol uchun o'sha bitta mutaxassis deylik yoki bitta qaysidir tadbirkor deylik, tashqaridan ko'rinadi, hamma ish qilyapti, hamma sabab o'sha sabablarni anaqalarni qilyapti, lekin o'xshamayapti. Katta ehtimol bilan unda xarakterida baribir ham o'sha qaysidir kamchiliklari yoki o'sha o'tkazib yuboradigan joylari bor deb o'ylayman. Misol uchun, o'sha bizda ko'p tanishlar bor, prodyuserlar bo'lsin yoki o'sha yosh mutaxassislar bo'lsin, o'sha muammolari bor. Misol uchun, zo'r mutaxassis, yaxshi tushunadi, hamma narsani qiladi, lekin aytilgan joyga vaqtida bormaydi. Misol uchun, yoki qanaqadir deadline aytdi, misol uchun mana shu paytda men strategiyani tashlab beraman yoki mana shu paytda men mana shu narsani sizga jo'nataman deydi, qilmaydi. Telefoniga javob bermaydi. Qanaqadir qiyin stress keladigan paytda stressga chidolmaydi. Sabr qilishni bilmaydi va shunaqa xarakterida, shaxsiyat desa bo'ladi. Shaxsiyatida odatda farq qiladi deb o'ylayman. Chunki men ishlaganman-da, tashqaridan hamma uchun zo'r odam, lekin ishlaysiz ichkaridan ko'rasizda, bilasiz, yo bu inson hali tashqarida ko'ringanchalik emas yoki o'sha videolarida ko'ringanchalik yoki o'sha qanaqadir juda ko'pini ko'rganman-da. Ideal zo'r mediada, Instagramda anaqada, lekin o'zi hayotda qiyin-da. O'zimizda ham, misol uchun biz mediada ko'ringanchalik insonlar emasmiz-da. Misol uchun o'sha kamchiliklar juda ham ko'p. Shunda deb o'ylayman, birinchi xarakter deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Mediada slishkim juda ideal va juda qanaqadir plastik odamlarning paydo bo'lishiga infoprodyuserlarning qanchalik sababi bor? Sabab katta deb o'ylayman. Nimaga? Misol uchun mana ko'p yangi o'sha misol uchun sohaga kirayotganlar qanaqa o'ylaydi? Sohaga kirayotganlar faqat mana tashqari holatini ko'radi-da. Misol uchun o'ylaydi, mana bitta insonni o'sha mashhur qilish kerak bo'lsa yoki bitta insonni o'sha kursdan sotish kerak bo'lsa, qaraydi nima qilyapti qolganlar. Va u faqat tashqaridan ko'ringan narsani qaytarishga harakat qiladi. Qaraydi, misol uchun u mashina olgan ekan, yoki bir bilmayman sayohatga Dubayga chiqib turib nimadir qilayotgan ekan deydi-da, faqat shu tashqari qismini oladi, shuni qaytarishga harakat qiladi. Misol uchun oddiy ingliz tili bo'yicha kurs zapus qilayotgan bo'lsa, o'shanda ham ingliz tili o'qituvchisi qayergadir safarga chiqish kerak. Unaqa narsa yo'q o'zi aslida, yoki umuman men oxirgi qilayotgan qarorlarim nima? Aslida hech qanaqa misol uchun lifestyle-ni ko'rsatmasdan, hayot tarzini ko'rsatmasdan ham kurslarni sotsa bo'ladi bemalol. Yoki eng kamida borni ko'rsatish kerak. Nimadir o'zidan yasab olib, arendaga mashina olib turib uni ko'rsatib yoki bilmayman, faqat
bu marketing unaqa zo'r instrumentlari hisoblanmaydi-da. Misol uchun borini ko'rsatsa bu boshqa gap. Shu orqali qanchadir ma'noda ta'sir qilgan. Bu o'zi umuman nafaqat infoprodyuserlar, blogerlar eng kattasi, baribir ham. Chunki odamlar Instagram shuni asosiga qurilgan. Instagram asosi erkaklar pulini ko'rsatish, ayollarni figurasini ko'rsatish. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, shu orqali anaqa bo'lishadi ular. Instagram qo'llab-quvvatlaydi shunaqa anaqalarni. Afsuski, butun boshli anaqani nima deydi, biznesni shuni ustiga quradiganlar ham ko'p. Men bunga qarshiman. Ya'ni juda plastik bo'lib ketishiga qarshisiz. Men qarshiman. Boricha ko'rsatishdan tarafdorman. O'quvchilaringizga ham shuni o'rgatasiz. Shuni o'rgataman. O'quvchilaringizni orasida hozir bir gaplashgan edik siz bilan, O'zbekistondagi 80-90% hozirgi infoprodyuserlar meni o'quvchilarim degan. Balkim 50% dan ko'pi. Balki. Kattaroqlarini oladigan bo'lsak, ularning orasida bormi shunaqa ekspertlardan plastik qanaqadir o'yinchoqlar yasayotgan deylik yoki publika uchun juda ideal kartinka yasayotganlari yoki noto'g'ri zapusк qilayotganlari, odamlarni aldab deylik zapusк qilayotganlari? Bor bo'lsa kerak. Men eshitganman. O'zi mana bitta narsani tushunishimiz kerak. Ko'pchilik aytadi, mana infoprodyuserlikda yoki qaysidir kasblarda aytishadi, voy bu yerda misol uchun aldayotganlar ko'p. Любой sohada aldayotganlar. Misol qurilishda yo'qmi? Aldab ketayotganlar yoki bilmayman, restoran biznesida yo'qmi? Aldayotganlar. Hamma sohada bor. Hamma sohada hamma birdek emas, oppoq emas yoki birdek qora emas-da. Bu yerda yaxshi produkt qilib, yaxshi kurslarni qilib, yaxshi insonlar bilan ishlayotganlar ham bor. Rostdan oson pul topish uchun bilmayman, prinsiplari yo'q bo'lgan, to'g'ri kelgan joydan faqat pulni birinchi o'ringa qo'yadiganlar ham bor. O'shaning uchun endi ularni men qila olmayman-da, boshini urib, qarshi men bunaqa qil deyolmayman, chunki inson u o'zini xarakteri bor, o'zini anaqasi bor. Lekin bor unaqalari ham. Men hammasini, lekin aksariyati qiyin bo'lsa ham o'sha yaxshi produkt qilishi, o'sha rostdan jamiyatga foyda olib kelishi va uzoq muddatda o'ylaydiganlar. Uzoq muddatda o'ylagan odam bunaqa arzon narsani ustiga qurmaydi proyektni. Uzoq muddatda o'ylaydigan odam o'sha produktning ustida, ekspertning ustida, analizlarning ustida, shuni ustida ko'proq ishlaydi. Chunki uzoq muddatda baribir asosiy katta summani shu yerdan topadi. Sirasi pul topib olish uchun temshiklar bo'ladi-yu. Ular o'sha qattiq men bu undoq qaraydida, 100 mingta odam bor, auditoriyasi bor ekan, bitta qaysidir inson, "Davaychi borib kurs qilamiz" degan narsa bo'ladi. Temshiklar degan so'zni ikkinchi marta ishlatyapsiz. Ozgina tushuntirib bera olsangiz, kim bu temshiklar? Xo'p, temadan temaga sakrab yuradiganlar. Nima tema bo'lsa, mana misol uchun SMM qaysidir paytda tema bo'lgan, to'g'rimi? O'shanga SMM qiladi, SMM kiradi. Marketing tema bo'lgan, marketing kiradi. Uzum tema bor, uzumga kiradi. Zapusк tema bor, zapusк kiradi. Ular bitta joyda ko'karmaydi. Har doim qatta trend bo'layotgan narsani orqasidan quvadi va hech qayerda rezultat qila olmaydi. Shu joyda bitta kulgili savol endi. Men sizni taniganimda Xitoydan tovar olib keladigan o'zingizning kichik biznesingiz bor edi. Undan keyin Cambridge loyihasiga content marketing bo'yicha mutaxassis bo'lib o'tdingiz. Keyin marketing direktor bo'ldingiz. Undan keyin freelansga o'tdingiz. Undan keyin infoprodyuser bo'ldingiz. Va bu hammasi 4 yil, 4,5 yil ichida bo'ladigan voqealar. Qanchalik farqi bor hozir siz aytayotgan temshik va sizni bosib o'tgan yo'lingiz o'rtasida? Mana meni bosib o'tgan yo'lim bitta ishni oxirigacha olib borib qo'yaman. Misol uchun menda hozir zapusк bilan shug'ullanyapman, men lekin o'zimni 10 yildan keyin zapusк qilib ko'rmayman. Menda aniq plan bor. Misol uchun 3 yildan keyin nima loyiha qilayotgan bo'laman, 10 yildan keyin nima loyiha qilayotgan bo'laman. Menda bitta ishni oxirigacha yetkazib, misol uchun SMM qilgan bo'lsam, SMMda men o'ylayman yaxshi natija qilganman. Marketing qilganman, marketingda men haligacha men keyslarimni aytib bera olmayman. Haligacha qilgan ishlarimni o'sha bilaman. Oxirigacha yetkazib qo'yganman. Misol uchun o'sha freelansda ham marketingda o'sha birinchi 10 mingga topib, keyinga topib o'tganman-da. Xuddi shunaqa zapuskda ham qilyapman, qaysidir etap bo'ladi, baribir zapuskdan keyin qanaqadir edtech proyektlarga o'taman, qanaqadir o'sha kattaroq platformalarning ustida ishlayman. Bu ham tabiiy etap yo'l. Bu qanaqadir u sohadan bu sohaga o'tish emas, mantiqiy davomi deb hisoblayman. Marketing direktorlikdan zapusk sohasiga o'tayotganingizda asosiy motiv nima bo'lgan? Asosiy motiv bu kattaroq ish qilish bo'lgan. Aniq kattaroq ish qilishmi yoki pulmi? Aniq kattaroq ish qilish bo'lgan. Ya'ni pul bo'lmagan. Yo'q, pul bo'lgan, pul обязательный bo'ladi, lekin birinchi o'rinda pul emas. Chunki bu yerda risk tasavvur qiling mana. Men topdim mana birinchi 10 ming dollarni topdim-da. Bu yoqda variant turibdi, bilmayman zapuskga kirsam u pul topa olamanmi yo'qmi degan narsa bor-ku. Baribir risk katta risk bu yerda. Bu yerda aniq topyapman.
buni o'tish oson bo'lmagan birinchidan va asosiysi pul bo'lmagan. O'zimga passion bo'lgan va shunaqa holat bo'lgan. Men bitta zapusк qilamiz, birinchi loyiham bo'lgan zapuskdagi vebinar qildik, sotuv ochildi. Barnom Qiyinova IELTS bo'yicha ustoz bilan qilganmiz va birinchi kun 3 ta sotuv bo'lgan. 3 dona sotuv bo'lgan. Men vebinardan keyin o'tiribman. Qanaqa bo'ldi zapusk? Endi Barnom opani aytganman, yaxshi bo'ldi, zo'r. Ertaga 2 kunlik vebinar bo'lganda, yaxshi bo'ldi, ertaga xudo xolasa yana ham zo'r bo'ladi deganman. Lekin o'zim bilaman nima bo'lganligini. 3 ta sotuv bo'lgan. Men o'ylayapman. Kech payt o'ylab o'tiribman-da. Humoyun olman, xo'p, katta ehtimol bilan bu fail. Katta ehtimol bilan bu fail, minusga chiqasan. Lekin qolasanmi yo'qmi deganman mana shu sohada. Ya'ni yoki marketingga o'tib ketasan, qaytasanmi deganman. Shunaqa o'zimga protsess yoqqan, mana zapuskdagi protsess yoqqan, chunki o'zim boshqara olman hamma narsani, yengil, komanda bo'lyapti, juda ham protsess qiziq bo'lganda, yo'q, men qolaman. Men bilaman, hozir fail bo'lsin, mayli. Keyingisida men xatolarimni to'g'rilaymanda, yaxshiroq, yana ham yaxshiroq qilaman, o'xshaydi va mana shu sohada qolaman, chunki yoqyapti o'zimga degan, o'zim bilan ichki suhbat bo'lgan. Mana shu suhbat menga juda katta anaqa bo'lgan, turtki bo'lgan qolishimga va qilishimga, nima desa bo'ladi, hozirgacha ishlab kelayotganligimga. Oxirida nima bo'lgan ular ham? Oxirida plyusda bo'lgan. Ertasi kuni srazi anaqa qilganmiz, vebinar strukturasini o'zgartirganmiz. Men feedback so'raganman tanish boshqa insonlardan va ikkinchi kunning o'zida taxminan 100 sotuv bo'lgan, ya'ni 30 barobar ko'p sotuv bo'lgan va keyin o'sha vebinardan keyin yana call center bilan komandani kuchaytirib yana sotuv qilganmiz. Birinchi zapusk o'zi 50 minglik zapusk bo'lgan. Sizning hayotingiz qanaqa o'zgarganini tushundik. Endi sizga investitsiya kiritgan odamlarning hayoti, ya'ni hozir aytdingiz, Xitoyga ketishimda oxirgi $3000 chiqarib berishgan dedingiz. Sizga investitsiya kiritganlarning hayoti qanaqa o'zgardi? Xo'p, menda investitsiya kiritganlar ota-onam, amakimlar. Men juda katta sababchi bo'lganlar. Haligacha, xo'p, hozir qanaqa holatda? O'sha menda birinchi mana $3000-4000 gacha men uydagilarga pul bermayman. Endi nimaga desa, ularda misol uchun pulga katta ehtiyoj bo'lmagan. Agar bo'lganini berardim. Aytganman, tushuntirganman. Misol uchun ota-onamga, amakimlarga men hozir ko'proq o'zimga investitsiya qilay. Men ertaga shunaqa holat bo'ladi. Misol uchun men o'ylamaysizlar umuman, pulni o'ylamaysizlar degan anaqa aytganman. O'sha paytda ko'proq o'zimga, bilimimga, loyihalarga investitsiya qilish boshlaganman. Keyin o'sha taxminan keyingi etapida ota-onamni anaqa qilish boshlaganman. Hozir misol uchun ularga o'sha loyiha qilganmiz. Bizda ferma bor. Mol shunaqa qo'ylar, o'ta poni anaqa bor, komanda ishlaydi xullas. Shu bilan butun oiladagi anaqa rasxodlar yopilgan. Men hozir xudo xolasa keyingi oyga, mana shu iyulga ota-onam olib kelyapman. Endi bitta yangilik bor, o'shancha olib kelyapman. Uydagilarni polni ko'chirib kelyapman. Endi hozir uni aytishim noto'g'ri bo'ladi, hali bo'lmagani uchun. Uydagilar ham xudo xolasa shu yerda mana shu anaqada birga yashaymiz. Uydagilarda dadamga mashina sovg'a qilgan edim, Travers. Lekin 2-3 oy haydaganlardan keyin anaqa yoqmadi ularga. Birinchi benzin katta anaqa bo'lgani uchun, keyin katta mashina yoqmagani uchun ular anaqa qilmayaptilar, hozir haydamayaptilar. Endi lekin xudo xolasa yaqin orada o'sha hovli uy qilib ularga sovg'a qilmoqchiman. Yaqin orada xudo xolasa nasib qilsa. Zo'r. Munosabat qanaqa o'zgardi siz va ota-onangiz o'rtasidagi? Mana o'zim oldindan eng katta, misol uchun men juda ham nimasi bo'ladi, minnatdorman ulardan, ota-onamdan. Nimaga? Har doim menga ochiq bo'lganlar, ya'ni har doim men misol uchun qanaqadir fikr bilan boradigan bo'lsam, men soha almashtirayotganimda, Xitoyga ketayotganimda yo'q demas edilar. Misol uchun har doim ochiq bo'lib, chunki nimaga men tushuntirib berganman. Misol uchun mana Xitoyga ketyapman, sabablari 1 2 3 4. Xo'p, borki. Men bunaqa qilyapman, men bunaqa loyiha boshlayapman. Xo'p, duo qilib berarlar, bo'ldi. Ya'ni qanaqadir strikt turib, yo'q, men bunaqa qilishim kerak, men bunaqa qilishim kerak degan narsa bo'lmagan. Hattoki misol o'zi uylanishim bo'lsa ham, o'sha uylangan vaqtlarimda ham juda ham anaqa qo'llab-quvvatlaydilar har doim. Qanaqadir yo'q, men bunaqa bo'lish kerak, men bunaqa bo'lish kerak degan narsa yo'q. Shuni o'zi menga eng katta anaqa bo'lganda, nima desa bo'ladi, podдержка bo'lgan desa ham bo'ladi, yordam bo'lgan. Men misol uchun menda odatlar bor. Aytaylik, bitta odati bu har kuni ota-onamga telefon qilish. Misol uchun endi har kuni yoki ota-onamlarga yoki onamlarga telefon qilib, o'sha harakat qilaman maksimalni gaplashib, kommunikatsiya qilishga, ular Andijonda bo'lganligi uchun ham va
hech qanaqa evassiz yaxshi ko'rishlari. Birinchi navbat. Misol uchun men kamera oldida man sizlarni yaxshi ko'raman, chunki bu narsani kamerada umuman aytmaganman. O'zi ko'p ham aytmayman, uyatchan bo'lganim uchun. Rostdan anaqa farzand sifatida mehr berganliklari eng katta. Chunki mana hozir men u yoshligimda mehr olganim uchun hozir men harakat qilaman maksimalni. Ya'ni misol uchun hozirgi hamma erishilgan o'sha narsalar hammasi ota-onamniki aslida, meniki emas. Shunaqa o'zim qarashdaman. Harakat qilaman maksimalni ularni o'sha xursand qilishga, rozi qilishga harakat qilaman. Bu eng katta meni hayotimdagi o'sha missiyalardan bittasi. Eng yaxshi strategiyasini ayta olasizmi? Aynan o'sha qaysidir kursni yoki mahsulotni sotish? Eng yaxshi strategiyasi xo'p, men hozir kunda YouTube. Mana hozir kunda qanaqa nima instrumentlar ishlayapti? YouTube mana O'zbekistonda hozir o'sha Instagram, Reels'lar ko'p odamlar ba'zi zerikishni ham boshlayapti. O'sha aytgandek, chunki Reels'da odam ekspert emasligini ajratish qiyin. Mana 1 minutlik videoni istalgan odamga gapirtirsa bo'ladi, uni vau, ekspert ekan degan narsani olib kelsa bo'ladi. Lekin odam 15 minut bitta temani gapirish uchun bu rostdan ekspert bo'lish kerak. Rostdan ekspert bo'lish kerak va YouTube'ga kirsa, hozir men tavsiya qilaman, ekspertligi Instagram ham bo'lsin va YouTube'ga ko'proq kirish kerak. YouTube bu kelajak katta ehtimol bilan bu yerda ko'proq kontent berib, ko'proq qiymat berish orqali ko'proq produkt sotib olinadi. Ya'ni aytishim mumkin-da, men ekspertman, men hozir o'zimni bilimlarimni aytib qo'ysam, o'zimni qanaqadir foydali kontent beradigan bo'lsam, meni produktimni sotib olmaydi degan narsa bor-da ekspertlarda. Yo'q, naborot ishlaydi. Ko'proq qiymat bersa, qancha ko'p qiymat bersa, shuncha ertaga produkt sotib olish ehtimoli baland bo'ladi. Content marketing-da bu. Endi YouTube, ya'ni eng yaxshi ishlaydigan hozir platforma YouTube. Endi modellar bor, sotuv modellari. Misol uchun, menda hozir 4 ta proyekt bor. O'sha misol uchun birinchisi bu Asror Iskandarov, bu qanaqa? Bu webinar orqali sotamiz. O'sha progriflar, webinar, auditoriya yig'ib. Ikkinchisi bu o'zim mentorstvom bor. Mentorstvda bu webinar bo'lmaydi hech qanaqa, birga bir konsultatsiya orqali sotiladi. Bu boshqa model. Ikkinchisi. Uchinchisi bor, misol uchun Ibrat, bizni xabaringiz bor, Ibrat Academy, bu podpiskali app sotilinadi. Bu narsani qilamiz. Bu vobshe boshqa model. Bu yerda ko'proq marketing instrumentlari ishlatilinadi, o'sha auditoriyani doimiy podpiskaga o'rgatish ishlatilinadi. 4-proyektimizda bor parallel muhit, Azir Rahimov bilan birgalikda qilingan ustozimning proyektlari. Biz u yerda o'sha qarashamiz. Bu proyekt Telegram kanal, yopiq Telegram kanal. Bu yerda ham podpiskali model. Ya'ni 4 ta proyektimiz 4 xil modelda ishlaydi. Nima desa bo'ladi? Hammasi to'g'rimi desa, hammasi to'g'ri. O'zini yo'nalishi uchun o'zini o'sha tanlagan strategiyasi bor va shu bo'yicha ketilinadi. Webinar qilib sotiladigani bitta. Bitta hozircha, hozir bitta. Qiziq savol shunchaki. Hozir aytdingiz webinar, progress deb. Progressni ham endi har xil tizimi bor ekan, men bilishim bo'yicha, qanaqadir taktikalari, strategiyalari. Sizga eng yoqmaydigan progressni strategiyasi deylik yoki ketma-ketligi, yoqadigani qaysi? Menga eng yoqmaydigani o'sha siz aytgandek, storiesga chiqib, bugun men sizlarga yoshligim haqida aytib bermoqchiman. Dedda tug'ilganman, 3 yosh bunaqa bo'lgan, 4 yosh bunaqa bo'lgan. Bittada shunaqa formatda ketiladi. Hayot yo'lini ham bir haftada ketma-ketlik o'sha bu ishlamaydi hozir. Aytganingizdek odamlar biladi va ikkinchi yoqmaydigani bu bo'rttirish. Ya'ni o'zida yo'q narsani ko'rsatish, o'zida o'sha juda ham ideal yasab olish. Baribir odamlar biladi, katta ehtimol bilan va odam o'zi ham ishonmaydi u narsaga. Ich-ichidan ishonmaydi, unaqa odam emas. O'shaning uchun nimadir o'zidan yasab oladi, qanaqadir bilmayman, o'zi hech nimaga anaqa qilmaganda fan klublar qilib oladimi va odam 8 ta 9 ta yosh bolalarni yig'ib olib, fan klublar nimadirlar bilasiz-ku, o'zi bu inson kim, o'zi qayerdan pul topadi degan narsani ko'rasiz. Bu cringeroqda. Nima eng yoqadigani va nima to'g'ri deb o'ylaysiz? Eng zo'ri samimiylik. Eng zo'ri, misol uchun samimiylik qanaqa bo'lsa, inson o'zi hayotda qanaqa bo'lsa, blogda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Mana shu eng zo'r strategiya o'zi aslida. Chunki ertaga u produkt sotib oladi, u inson bilan ko'rishadi. Odam boricha bo'lsa borku, mazada yashash. Blogingiz uchun qanaqadir maska kiyib storiesga chiqish shart emas. Maska kiyib qayergadir borish shart emas. Qanaqa bo'lsangiz, xuddi shunaqa bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Zo'r fraza o'qigan edim ancha oldin. Omma ahmoq,
lekin ularni aldab bo'lmaydi degan. Shunaqa. Xuddi shu narsani eslab qolish kerak-da. Sen o'ylaysan ahmoq ular, lekin ularni aldash imkonsiz deyarli. Ular baribir bilib qoladi, ular baribir haqiqatni oxirida anglab yetishadi. Shunaqa. Nima savol qoldi? Men bermadim, lekin siz unga javob bermoqchi edingiz. Xo'p. Qaysi nishalar haqida ozgina misol uchun gaplashishimiz ham mumkin. Ya'ni bozorda qaysi nishalar trend bo'lishi, bu ham endi mana shu sohada ishlayotgan odamlarga yoki ekspertlarga balki ko'rayotganlarga foydali bo'lishi mumkin. Bittasini aytaman. Hamma kurs qilish kerakmi desa yo'q. Hamma bu o'chirib olinglar miyadan. Ba'zi insonlar bor, kurs qilib reputatsiyasini yo'qotib qo'ygan. To'g'risini aytaman, u insonni ko'rasizda o'zi misol uchun bitta mutaxassis yoki bitta bloger bo'lishi mumkin, bitta kimdir bo'lishi mumkin va u inson kurs qilmasligi kerak o'zi aslida, lekin kurs qilinadi, tam to'g'ri kelmaydi u insonga yoki qaysidir tadbirkorlar bor, kurs qilmasligi kerak. Unga to'g'ri kelmaydi. Qaysidir tadbirkorlar bor, yarashadi, unga zo'r, naborot, plyusga ishlaydi-da. Shuning uchun hamma qilish kerakmi? Yo'q, hamma qilmasligi kerak. Birinchisi, ikkinchisi, o'zi rostdan ham qilayotgan odam yaxshi ko'rish kerak dars berishni. Misol uchun tabiatdan shunaqa odamlar bor. Men o'zimga ham yoqadi-da, gapirish, dars berish, nimadir tushuntirish. Men maza qilaman bu narsadan. Yoki o'sha biz ishlaydigan ekspertlarning hammasi xuddi shunaqa. Zo'r, yaxshi ko'radi ishini. Gapirish yaxshi ko'radi, tushuntirish yaxshi ko'radi. Shunaqa insonlar qilsa, bu ish sifatida ko'rmaydi-da, ya'ni hobbi sifatida ko'radi, ham pul olib keladi yaxshi. Lekin kamera gapira olmaydigan odam yoki tushuntira olmaydigan odam uchun bu juda katta stress. Kamera gapirish, nimadir sotish bu juda katta stressda. Shuning uchun tabiati ham to'g'ri kelish kerak deb hisoblayman. O'zini majburlab pul topish uchun kurs sotish shart emas. Boshqa yo'nalish tanlasa ham bo'ladi. Boshqa yo'nalish qilsa ham bo'ladi. Pul topish yo'llari juda ko'p. Juda ham ko'p va bundan osonroq yo'llari ham ko'p-da aslida deb o'ylayman. 2025-yilda pul topishni siz bilgan va siz tavsiya qiladigan yo'nalishlari. Masalan, yoshman, hozir 20 yoshman. Nima ish qilsam bo'ladi? Men endi yoshlarga yetadigan bo'lsa, misol uchun men o'ylayman, birinchi $1000 topish uchun просто istalgan sohada mutaxassis bo'lsa bo'ldi. Oddiy men bilaman shunaqa odamlarni, ofitsiant $2000-$2500 pul topadi. Shunaqa odamlarni bilaman, aytaylik, operator, montajyor, ssenarist, SMMщик, marketolog, farqi yo'q, istalgan sohada mutaxassislikni o'zi bu yetadi $1000-$2000 topishga. Endi ikkinchi etapi bor, bu tam 5000 ga chiqish yoki 10000 ga chiqish mumkin. Bunga qo'shimcha ko'nikmalar kerak bo'ladi. Bu soft skilllar, kommunikatsiya qilish odamlar bilan, komanda bilan ishlay olish, tam mas'uliyatli bo'lish, o'sha ayniqsa hozirgi kunda eng yo'qolayotgan, afsuski, anaqalardan bittasi mas'uliyat yo'qligi, o'sha telefonga javob bermaslik, vaqtida anaqa qilmaslik. Bular bo'lsa mana shu ko'nikmalar. Как bu standart o'zi aslida. Lekin biz shu darajada bozorda standartlar past, o'sha mas'uliyatli odamlar hurmat qilinadi-da, ya'ni vaqtida keladigan odamlar e'tirof qilinadi. Aslida vaqtida kelish kerak. Aslida o'zini ishini bajargani uchun biz ularni yaxshi ko'ramiz. Aslida misol uchun soat o'sha aytilgan vaqtida qilib berilgan odamlar bu juda bizda anaqa qilinadi, e'tirof qilinadi. Shuni o'zi bajarilsa, bu qolgan o'sha konkurentlaridan, 99% konkurentlaridan ko'ra ustunroq hisoblanadi. Qo'shilaman fikrga. Shunaqa, shuning uchun birinchi men endi tarafdoriman tadbirkorlikka kirishdan avval yoki nimadir o'zi marketing agentство bo'lishi mumkin, zapuska bo'lishi mumkin, qaysidir sohada mutaxassis bo'lish kerak. Mutaxassis bo'lib ishlash kerak, pul topish kerak, keyin tadbirkorlikka o'tishni men tarafdoriman. Bittada bo'ldi, men komanda qilaman, u yoq euforiyaga beriladi, pul tikadi, nimadir qiladi, keyin katta ehtimol bilan anaqa bo'lishi mumkin-da, o'xshamaslik ehtimoli kattaroq bo'ladi. Ikki xil narsa demoqchisiz, ya'ni ekspert bo'lish va tadbirkor bo'lish. Juda katta farq qiladi. Tadbirkor bo'lish bu risk, tadbirkor bo'lish bu mana bunaqada, ekspert bo'lsangiz, ish vaqtingiz bor. Odatda, misol uchun nechidir soat ishlaysiz-da, tadbirkor bo'lsangiz 24 soat ishlaysiz. Har doim, misol uchun uyga borasizmi, miyangizda nimadir muammoni hal qilish, nimadir qanaqadir o'sha proyektlarni o'ylaysiz, 24 soat ishlaysiz-da, mana kechasi ham ishlaysiz, kechasi ham javob berish kerak kimgadir, mana har doim telefon anaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Bu nisbatan katta mas'uliyatli ish-da. Qisqa savol beraman. Xohlasangiz batafsil javob berishingiz mumkin, xohlasangiz qisqa javob. Yo'l yoki natija? Yo'l. Natija yomon bo'lsa ham. Natija yomon bo'lsa ham. Chunki natija bizga bog'liq emas. Davom ettiring, biznes bu risk.
hayotingiz yoki dunyoqarashingizni o'zgartirgan bitta kitob. Aniq bitta kitob yo'q. Eng kuchlilaridan menda Naval Ravikant, Almanac of Naval Ravikant degan kitob bor. O'sha kitob juda ham yaxshi, menga yordam bergan. Hozirgacha undagi instrumentlardan foydalanaman. Biznesda hali yosh tadbirkorsiz deylik. Yosh tadbirkorsiz. Eng asosiy olgan xulosangiz nima? Moslashuvchanlik eng asosiy olgan xulosam, ya'ni ayniqsa bizga baribir kichkina biznes bo'lgani uchun ham moslashib ketish kerak, juda ham muhim deb o'ylayman. Ya'ni ayniqsa hozir mana sun'iy intellekt chiqyapti, tam yaqinda уже robotlar shunga o'xshagan dunyo juda ham tez o'zgaryapti. Ko'p bizneslarda moslashuvchanlik yo'q. Ya'ni eski holatda qolib ketgan. Bu juda ko'p bizneslarda. Biz harakat qilamiz maksimal moslashish. 2 hafta avval nimadir yangi g'oya qildik, 2 haftadan keyin o'zgarib ketishi ham mumkin-da. Bu eng muhim sifatlardan bittasi deb o'ylayman. Bizda doim tanlov bo'ladi. Videoning oxirida izohlarda qaysidir talabni bajargani uchun qanaqadir sovg'a beramiz, puldan qadrliroq. Ixtiyoriy narsa bo'lishi mumkin bu. Konsultatsiya, kitob, biznes lunch, ixtiyoriy narsa. Nima talabni bajarishsin, nima sovg'a bera olamiz? Xo'p, zavtrak qilsak bo'ladi. Misol uchun men o'zim gaplashishim qiziq. Misol uchun aytaylik 3 ta odam bilan bo'lishi mumkin. Zavtrak. Endi bu qanaqa tanlab olishini misol uchun siz aytsangiz, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Nima talabni bajarishsin? Bo'lishi mumkin, xulosalarini yozsa balki bo'lishi mumkin. Ya'ni eng yaxshi xulosalardan biz bu yerdan ikkitasini siz tanlab olasiz, balki ikkitasini men tanlab olarman. Ya'ni rostdan agar bu intervyu qanchadir foydali bo'lgan bo'lsa, shundan bilsak bo'ladi. Ya'ni izohlarda shu videodan olgan xulosalaringizni yoki insightlaringizni yozib qoldirasiz. Ikkita g'olibni men tanlayman, ikkita g'olibni Humoyun tanlaydilar va biz biznes zavtrak tashkil qilamiz. Nonushta. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.